3 million oylik olar ekanlar, anaqa pensiya. Bu yerga qaraydigan odammi, shu ayolni kartasi qo'lida ekan. Sani kvartirang kimgadir o'tib ketgan deyishadi. Ha, viza olganman. Mana hech narsasi yo'q xalatingda. Pusto xalatingni to'ldirdim. Bugun keldim deyapsiz. Bugun kelinmagan bu yerga. Она не ждет, она... Har paketda nimada olib keldingiz ovqatlarni? Пакет нету такого. Ovqatlarni nimada olib keldingiz? Ben o'zim idishimda boraman, uyim yaqin, o'zim idishimda borib, qaytib olib kelaman, idishim o'zim idishimda. Ha, so'rab turing. So'raymi bugun завтра это бесполезно keldim, keldim, so'rang. Bugun есть, вы кушали сегодня? Кушали вас? Вы плов сегодня кушали? Я не помню. Я ничего не могу сказать. Что вы сегодня кушали? Давайте так. Что вы сегодня ели? Вспоминайте, что ели. Может, кусочки какие-то хватало. Короче, vijdonan qaranglar bo'ldi. Men hech narsa demayman. Barigan o'lganimizga javob ber. Men sizga hech narsa demoqchi emasman. Vijdonan qarang Где bo'ldi. она плов покупала? Не. Mayli. Biz to'q короче. Да, это без толку. Mana o'zbek xalqi juda ham kuchli bilaman, mehribon. Men shu onaxonga qarashimiz kerak. To'g'ri tushuningmi? Men adreslargacha tashab qo'yaman. Kelinglar mana g'ururlatib hamma misol uchun ozgina yordam ko'tarib kelsa, menimcha bu onaxonning hayotlari vashdan o'zgarib ketadi. To'g'rimi? Shuda? Она на пенсию получает 3 миллиона с лишним. Вот эта карточка у этого соцработника. Да, и она вообще своих денег не видит. Lekin uyda absolutно hech narsa yo'q. Mana keyin ko'rsatdinglar, yomon asam buzildi bor mana. Mana qara 3 million so'm bitta odamga yetmaydimi narsa? Olib kel. Mana xaladingni. Mana o'zini turgan narsasi, mana o'zini turgan narsasi, mana o'zini turgan narsasi, mana o'zini turib bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Nima u? Men qarayman dod. Mana shu narsalar arzimagan 500 ming 600 ming pul beradi. Mana shu narsalarni bor 3 kun yeydi mana shu ayol, 4 kun yeydi kerak bo'lsa. Mana bu narsalar bilan 4 kun 5 kun yeydi uka. Qarayapti. Lekin o'ziga kelayotgan 3 million pulni o'ziga ishlatish kerak-ku. Досталось, за тобой не... Sani kvartirang kimgadir o'tib ketgan deyishyapti. Shuning uchun qo'shlari ham Да, они уже тебя лишили квартиры. hech kimga qo'l qo'ymaganman men deyaptilar, lekin meni uyim, sani uying o'tib ketgan deyishyapti qo'shlari. Qaranglar, kimdir uyni o'zlashtirib olgan, farzandi yo'q bu ayol, o'lib ketgan ekan. Йордан Вер. Yordam beramiz. Ой, очень. Причем она директор школы, 27-й школы Ну, директор. 27-й школы директор школы была. Я. Учительница. Да, учитель. Это как так? Вот такое отношение к ней вообще? Пожалуйста, Директор спасибо 27-й вам, школы. дети. Учитель. Спасибо. Я очень много помогала. Я все начальные эти детские сады все были под моим контролем. Unda завтра yana kelamiz. Suv o'chdi. Йордан Вер. Nomer tashib olaman, gaplashib oling. Ман, им еще Charchamang. Все.